Ko'pchilik Alisher Navoiyni faqatgina g'azal mulkining sultoni deb biladi, ammo uning davlat arbobi sifatidagi faoliyati ham shunchalik ulkandir. U Temuriylar davlatini eng qudratli va barqaror davrlardan birida hal qiluvchi rol o'ynagan. Navoiy shunchaki oddiy vazir emas, balki muhrdor va sultonning eng yaqin maslahatchisi bo'lgan. U saroydagi fitnalar va korrupsiyaga qarshi turadigan asosiy kuch edi. U vazirlik lavozimini o'z xohishi bilan emas, sultonning qistovi va el yurtga foyda keltirish maqsadi bilan qabul qilgan. U ko'pincha mansabdan ketishga uringan, chunki ijod qilishni xohlagan, lekin davlat ishlari uni doim ortga qaytargan. Navoiy o'z boyligini xalqqa sarflagan kamdan-kam davlat arboblaridan biri edi. U oddiy xalq, dehqonlar va hunarmandlarning soliq yukini kamaytirishga harakat qilgan. Boyqaro xazina bo'shab qolganida soliqni oshirmoqchi bo'lgan. Navoiy ko'pincha o'z hisobidan xazinaga mablag' kiritib, xalqni og'ir to'lovlardan qutqarib qolgan. U poraxo'r amaldorlarga, masalan, o'sha davrdagi qudratli vazir Majmiddin Muhammadga qarshi ochiq kurashgan. Oddiy odamlar shikoyat bilan to'g'ridan-to'g'ri Navoiyga murojaat qila olishgan. Navoiy bugungi tilda aytganda katta urbanist va quruvchi bo'lgan. U Hirotni Sharqning eng go'zal shahriga aylantirgan. O'z mablag'i hisobidan qurdirgan inshootlari shifoiya, bepul xizmat ko'rsatadigan kasalxona. Bu yerda tabiblar bemorlarga dori-darmon va ovqatni bepul berishgan. Oliy o'quv yurtlari, madrasalar. U yerda talabalar nafaqat bepul o'qigan, balki stipendiya ham olgan. Infratuzilma, 300 dan ortiq inshootlar, jumladan ko'priklar, rabotlar, sardobalar va hammomlar qurdirgan. U davlat arbobi sifatida iste'dodlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yaratgan. Kamoliddin Behzod, Mirxon, Husayn Voiz Koshifiy kabi o'z davrining daholariga homiylik qilgan. Ular Navoiyning moddiy va siyosiy ko'magi ostida ijod qilgan. U turkiy tilni davlat tili darajasiga ko'tarish uchun siyosiy kurash olib borgan va buni uddalagan. Temuriylar o'rtasidagi o'zaro nizo va urushlarni to'xtatishda Navoiyning o'rni beqiyos bo'lgan. U ko'plab shahzodalar va isyonchilar oldiga shaxsan o'zi borib muzokaralar o'tkazgan va qon to'kilishining oldini olgan. Uning so'zi qilichdan o'tkirroq bo'lgan, chunki dushmanlar ham uning adolatiga ishongan.